o'sha mashhur siz kutgan kitobning davomi. Ha, aynan o'sha yurakka tegadigan, insonni o'ylantiradigan va oxirigacha tashlab qo'yishga qiyin bo'lgan Binafsha shu'lasi asarining ikkinchi qismini boshlaymiz. Bu qismda taqdir, muhabbat, ona mehri, kechirim va fidoyilik yanada og'irroq sinovlar orqali ochib beriladi. Rozi muzqaymoq yeb turgan edi. Shu payt bir qiz uni kuzatib kirganini ko'rib qoldi. U shunchalik xijolat bo'ldiki, hatto muzqaymoqni ham yemay qo'ydi. Keyin bozorga bordi. Onasi unga ko'kat sotadigan xotinga borib, pomidorlarni almashtirib kelishni aytgan edi. Ammo u yerda janjal chiqib, pomidorlar ham qolib ketdi. Rozi non oldi, lekin o'sha qiz hali ham uning ortidan qolmasdi. Uyga narsalarni tashlab, o'tin tergani bordi. Qiz baribir uni kuzatib yurardi. Rozi o'tinni uyga olib bordi, ammo asbobini unutib qolgan edi. Onasi bundan shubhalandi. Qiz hali ham uning ortidan yurardi. Rozi unga biroz qattiq gapirib yubordi. Keyin esa uzr so'radi. Bu voqealarning barchasi tut daraxti tagida boshlangan edi. Onasi o'g'lini uyga qaytarib, o'tinni o'zim terib boraman deb qoldi. Aslida u o'sha qizni payqab qolgan edi. Onasi qiz bilan gaplashdi. Qiz Rozini shaharga olib ketib, u yerda o'qish va ish bilan ta'minlamoqchi ekanini aytdi. Lekin bu gaplar onasiga yoqmadi. Uyga qaytgach, onasi bu voqeani Rozining otasiga aytdi. Otasi ham o'sha qiz bilan uchrashmoqchi bo'ldi. Uchrashuvda ma'lum bo'lishicha, qizning niyati Rozi bilan turmush qurish edi. Albatta, u Rozining o'qishi va ish topishiga ham yordam bermoqchi edi. Bu gaplar otasiga ma'qul kelgandek bo'ldi. U uyga qaytib, o'g'li bilan gaplashdi. Rozi hali shaharga chiqmagan, hatto boshlang'ich sinfda ham atigi 1 yil o'qigan edi. Qishloqda yosh yigit deyarli faqat u qolgan. Boshqalar shaharda ishlashar yoki o'qishardi. Bunga sabab esa onasi edi. Onasi o'g'lidan juda xavotir olardi. Rozi o'ylab ko'rib, shaharga ketishni ma'qul topdi. Lekin onasiga nima deydi? Otasi unga, "Sen ketaver, onangga o'zim tushuntiraman" dedi. Ertasi kuni Rozi o'sha qiz Maryam bilan birga poyezdda shaharga yo'l oldi. Ularni shaharda 4 kishi kutib oldi. Maryamning uyi xuddi qasrdek edi. Maryam Rozini o'qitish uchun xizmatchisining qizi Haninning o'qituvchisi bilan gaplashdi. Shu tariqa Rozi ham o'qishni o'rganishni boshladi. Keyin Maryam Rozini fabrikaga ish o'rganish uchun yubordi. U yerda rahbar bo'lmoqchi bo'lgan inson Molik edi. Molik esa Rozining amakivachchasi bo'lib chiqdi. Molik Maryamni yoqtirar, unga bir nechta marta turmush qurish taklifini bergan, ammo har safar rad javobini olgan edi. Ishlar asta-sekin iziga tusha boshladi. Vaqt o'tib Rozining ko'ngli Maryamga tushdi. Ular turmush qurmoqchi bo'lishdi. Ammo Maryam unga, "Avval ota-onangizning roziligini oling" dedi. Rozi qishloqqa yo'l oldi. Uyga kelib onasidan kechirim so'radi, lekin onasi uni kechirmadi. U Roziga og'ir shart qo'ydi: "Yo meni tanlaysan, yo o'sha ayolni." Rozi otasini so'radi. Onasi, "Otang tovuqlarining oldida" dedi. Rozi izladi, ammo topolmadi. Yana so'raganda onasi, "Yerning tagini ham qaradingmi?" dedi. Rozi shunda angladi. Otasi u ketgandan 2 oy o'tib vafot etgan, qabri esa tovuqxonaning oldida ekan. Bu xabar Rozining yuragini ezib yubordi. U noiloj yana shaharga qaytdi. Keyin to'y bo'ldi. Maryam Roziga avval turmushga chiqqanini aytdi. Bu gap Roziga biroz g'alati tuyuldi. Lekin u baribir Maryamni sevishda davom etdi. Ularning muhabbati kundan-kun mustahkamlanib borardi. Ammo 3-4 kundan keyin Maryam Roziga beparvo bo'lib qolgandek edi. Oradan ko'p o'tmay Maryam kasalxonaga tushib qoldi. Unda saraton bor edi. Rozi esa buni bilmasdi. Rozi jonlantirish bo'limiga kirib, Maryamga nimalardir dedi. Ammo uyga qaytganida xizmatchidan Maryamning vafot etganini eshitdi. Endi uning merosi kimga qoladi? Bu savolga eng ko'p Molik qiziqardi. Ammo vasiyatnoma ochilganda hamma hayratda qoldi. Maryam xizmatchisi va uning qizi Haninga uy, haydovchisiga pul, Roziga esa qasr va fabrikani qoldirgan edi. Eng kutilmagani, u o'z o'g'liga vasiy qilib Rozini tayinlab ketgandi.
Rozi Maryamning o'g'li borligini bilmasdi. Buni eshitib karaxt bo'lib qoldi. Molikka esa merosdan hech narsa qolmagan edi. Roziga ham oson emasdi. To'y kuni u Maryamning avval turmushga chiqqanini bilgan bo'lsa, uning o'limidan keyin esa Maryamning o'g'li borligini eshitdi. Afsuski ko'p o'tmay fabrika yonib ketdi. Shartnomalar, ishchilarning oyliklari va qarzlar sabab Rozi qasrdan ham, kartasidagi pullardan ham ayrildi. Keyin bir zargar do'konidan ish topdi. Maryamning o'g'li 9 yoshda edi. U yaqinda maktabdan bir oylik ta'tilga chiqishi kerak edi. Ta'til boshlangach, Rozi uni qishloqqa olib ketdi. Maryamning o'g'li Rozini qabul qildi. Hatto onasini ham so'ramadi. Ta'tilga ketishdan oldin Rozining oyog'i og'rigan edi. Doktor unga dorilarni bir kun ham qoldirmasdan ichish kerakligini aytgandi. Ta'til tugashiga 2 kun qolganda ular shaharga qaytishdi. Aytgancha Rozining onasi o'g'lini kechirdi va kelasi yili shaharga borishini aytdi. Rozi bolani maktabga jo'natdi. O'zi esa zargarning oldiga bordi. Zargar unga bor mol-mulkini berdi, chunki u bu yerlardan ketmoqchi edi. Rozi yana doktor huzuriga bordi. Doktor unga oyoqlarini kesish kerakligini, aks holda kasallik butun tanaga tarqashini aytdi. Rozi esa hozir emas deb uyga qaytdi. U zargar bergan mol-mulkni bank kartasiga o'tkazdi. Xizmatchisiga hammasini aytdi. Pullarni unga topshirdi. Vasiylik ham unda edi. Rozi endi Maryamning o'g'li uchun bor mol-mulkini qoldirgan edi. Operatsiyadan Rozining tirik chiqishi aniq emasdi. Va afsuski, u operatsiyadan chiqmadi. Xizmatchi, uning qizi Hanin va Maryamning o'g'li qishloqqa qaytishdi. Shu payt Hayo kitobni yopdi. Hayo keyin yana boshqa kitoblarni ochib, mutolaa qilishda davom etdi. Lekin bir kuni u narvondan yiqildi. Sham esa gilamga tushib, Amin amakining kutubxonasi va uyi yonib ketdi. Hayo Amin amakining uyida yong'in ichida qolgan edi. Soqchilar buni payqab, uni tashqariga olib chiqishdi, ammo Hayo allaqachon vafot etgan edi. Shundan so'ng u barcha kitob qahramonlari bilan ko'rishdi. Endi u Arandas bilan birga edi. Rozi va Maryam ham baxtli edi. Amin amaki esa uni yo'qlab kelgandi. Hammasining yig'ilish sababi esa Hayoning tug'ilgan kuni edi. Amin amaki unga sovg'a sifatida yana bir kitob olib kelgan edi. Bu qism bizga shuni ko'rsatadi. Ba'zan inson o'qiyotgan kitob faqat qog'ozdagi hikoya emas, balki uning qalbida yashaydigan butun bir olamga aylanadi. Rozining fidoyiligi, Maryamning siri, Hayoning taqdiri, bularning barchasi kitobxonni o'ylashga majbur qiladi. Asar ruhiyati bilan yashashni xohlasangiz, kitobning o'zini olib o'qishingizni tavsiya qilamiz. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda yana qaysi kitob mazmunini eshitishni xohlaysiz?